ishni ko'ryapsizlar, mana tugatilmayapti. Ish tugamasa ekan. Bizni tugatilishi kerak bu ishlar. Dunyo ishi hech bir yoqlik bo'lmasa ekan. Dunyo shunaqa narsa ekan. Siz bilan meni o'sha sirkdagi maymundoq o'ynatyapti dunyo. Ochig'ini ayt. Har kuyga tushyapmiz. Nima namoz o'qimayapti dunyoning orqasidan? Nimaga aka-uka teskari dunyoning orqasidan? Nimaga bir-biriga mehri yo'q dunyoning orqasidan? Nimaga ikkita o'tda urushyapti dunyoning orqasidan? Nimaga bir-biri bilan gaplashmayapti dunyoning orqasidan? Bizni maymundoq o'ynatyapti bu dunyo. Sahobalarni chetlab o'tmadi hatto bu dunyo fitnasi. Ammo sahobalar bilan biz bitta farqimiz, biz bir-birimiz bilan urushsak, yuribmiz, yillab gaplashmay yuribmiz. Ammo sahobalar o'nnida bir-biridan kechirim so'rab, o'nnida bir-birlaridan uzr hol qilishyapti. Ana ular bilan bizning farqimiz shu.